Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Five problem solving darslari bo'yicha yana davom etamiz. Birinchi savolimiz shuki, Fibonacci 500. Fibonacci 500 ni hisoblang. Fibonacci 500 sonini hisoblashimiz kerak. Keyingi savolimiz 70, bu bo'ladigan bo'lsa faktorial deyiladi. Faktorialni yuqori aniqlik bilan hisoblang. Mana bu ikkinchi savolimiz. Keyingi savolimiz ko'rib o'tamiz keyingi savolni. Hozir mana bu yerda savollarimiz bilan davom etadigan bo'lsak, son juftmi yoki toq, shuni tekshiring. Birmuncha osonroq savol. Mayli, davom etaveramiz. Berilgan sonni kvadratini toping deyapti. Mana 2, 4, 5 ta savol. Mana shu 5 ta savolga nima qilamiz? 4 ta savol bo'pti, uzr. Yana bitta savol qo'shaylik. Satrda nechta unli harf borligini toping. Mana bu savolimiz. Mana shularga nima qilamiz? Javob topamiz. Birinchisi Fibonacci 500 ni hisoblash. Bu mamlaqa bo'ladi. A va B ni qo'yamiz, barobar deymiz, 0, 1 deymiz. Endi for nom bermasdan ketamiz. In rangeimiz 500 gacha bo'ladigan bo'lsa, pastga tushamizdagi A virgul B barobar B virgul A deymiz. Endi plus B deymiz. Endi mana bu yerda print A deymiz. Run qiladigan bo'lsak, mana Fibonacci 500 gacha bo'lgan raqamlarni bemalol Fibonacci'sini nima qildik? Hisoblab ko'rsatdik. Fibonacci 500 mana bu oxirgi turgani mana shu hisoblanadi. Demak, keyingi anonimizni ko'ramiz. 70 faktorialni hisoblash kerak. Buning uchun import mass, ya'ni mass moduli bizga kerak bo'ladi. Faktorial juda ham oson. Print deymizda mass nuqta faktorial mana o'zi chiqadi. Qavsash turib 70 deydigan bo'lsak, run qiladigan bo'lsak, mana 70 faktorialni nimasi soni kelib chiqdi. Keyingi savolimiz, bu juda ham oson, yengil, hamma biladigan. N barobar integer input deymizda, misol uchun aytaylik, sonni kiriting. Mana bu bizni birinchi input qilib oladigan sonimiz bo'ladi va print, bu yog'i juda ham oson ketdi. Print juft bo'ladi if agar n ni bo'lganimizda 2 ga barobar bo'lsa 0 ga. Endi else aks holda toq bo'ladi. Kodimizni run qilamiz. Mana bu yerda 47 ni beraman, mana toq deyapti. Endi juft berib ko'raman, 24, mana juft deyapti. Demak, bu juda ham oson savollardan edi. Keyingi savolimiz ko'radigan bo'lsak, berilgan sonning kvadratini toping. Bu ham oson. Mana bu yerda xuddi shu mana buni olsak bo'ladi. Berilgan sonni kiriting deymiz va print qilamizda. Mana bu yerga aytaylik, qo'shtirnoq ochib sonning kvadrati deymizda. Mana bu yerda qo'shtirnoqdan keyin virgul qo'yib turib n ni ko'paytiramiz 2 ga. Mana ko'radigan bo'lsak, 8 ni beradigan bo'lsak, mana sonning kvadrati 64. Juda ham oson. Satrda nechta unli harf borligini topishimiz kerak. Buning uchun text barobar input, ya'ni satrni ham o'sha qabul qilib olamiz. Mana bu markdown emas, bu Pythonda turishi kerak. Input deb olamiz. Mana bundan oldin bunday qilaylik, integer deylik. Yo'q, integer qilsak bu aniq ketadi. Hozir input deymizda, matnni o'zini kiritamiz. Matnni kiriting. Mana kiriting. Matnni beradi foydalanuvchimiz.
va nuqta lower deb qo'yaman, чтобы katta harfda berib qo'yishim mumkin yoki boshqacha berib qo'yishim mumkin. Bu holatda bizga nima qiladi? Muammo qiladi. Pastga tushganimizda only barobar deyman. Qo'shtirnoq ochib turib a, e, i, o, u. Mana bu harflar. Bizda endi print qavs ochamizda one for c in text if c in only deymiz. Kodimizni run qilamiz. In tag in only bo'lish kerak. Men bergan misol uchun mamlakatlardagi deb turib yozib run qilib bo'lsam, tag mana bu chiqaryapti. Tag hozir. Mana bu yerda bunday qilamiz. Istalgan bir yozuvni beramiz. Yo'q. Tag hozir ko'rishimiz kerak. Qanaqadir mana shu yerda muammoimiz bo'lishi mumkin. Lower qildik, matnni oldik. One for c in text if c in only. Only harf borligini tekshirish uchun mana shu yerda hozir bitta ish qilamiz. Buni yengillashtirish uchun, misol uchun olmalar deb turib ko'radigan bo'lsak, mana bu javob chiqadi, to'g'rimi? Demak, oson. Buni boshqacharoq bir variantda qilamiz. Hozir mana ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda text matn keting lowerni berdik. Mana buni berdik. Mana buni uni ichiga olmayapmiz. Mana chunki bu list comprehension hisoblanadi. Olmalarning deb turib yozadigan bo'lsa, mana 1. Mana shu holatda nima qilsak bo'lar ekan, demak, chiqarib olsak bo'lar ekan. Tak, onlylarni sonini chiqarish bizga asosiy anomimiz bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda qanday qilamiz? Kodimizni run qilamiz. Olmaniki turib enterni bosadigan bo'lsak, mana 4 ta only bor ekan bizda. Ya'ni mana bu yerga summani qo'shib qo'ydik, sonini. Mana shu tartibda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan kodlarimiz mana shulardan iborat edi. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.